Diqqat, minglab oilalar uchun ajoyib xushxabar. O'zbekistonda bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lovlari oshiriladi. Endi kimlar qancha mablag' oladi? To'lovlar qachondan kuchga kiradi? Ushbu videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videoroligimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat qiling, O'zbekistonda 2026-yil 1-iyuldan ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga beriladigan bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lovlari 7% ga oshiriladi. Xususan 3 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun oyiga 386 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 295 ming so'm to'lanadi. Ikkinchi farzand uchun qo'shimcha 177 ming so'm, uchinchi va undan keyingi har bir farzand uchun esa qo'shimcha 118 ming so'm ajratiladi. Moddiy yordamning oylik miqdori esa 450 ming so'm etib belgilanadi deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, videoni barcha bolalar nafaqasi oladigan tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.